Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi podkastimiz ilmiy asosga asoslangan. Bugun reklama uchun emas, shunchaki tarix va faktlarga asoslangan, 7 ta professorlarni intervyulariga asoslangan muhim bir yangilikni siz bilan bo'lishimiz keldi. Yaqinda 2025-yil noyabr oyida juda chiroyli bir anjuman o'tdi Malayziyada. 7 ta davlat ishtirokida 3 tomonlama memorandum imzolandi. Aynan bu tadbirda O'zbekistondan ham professorlar ishtirok etdi. Aynan tibbiyot xodimlarining kasbiy malakasini rivojlantirish markazi tasarrufidan 7 ta professor ishtirok etdi. Aynan bu tadbirda bevosita ishtirok etgan ustozimiz Akbar Valiz Askarovna shu memorandum haqida o'z fikrlarini siz bilan bo'lishadi. Assalomu alaykum. Haqiqatda bu ikkinchi xalqaro bu masshtabdagi seminar bo'lib o'tdi. Chunki Ghana Excel korporatsiyasining ajoyib bir immunolog xususiyatga, terapevtik xususiyatga ega bo'lgan mahsulotlari va uni hozirgi zamonaviy tibbiyotdagi samarali yondashuv, xalq tabobati yo'nalishidagi yondashuvi bo'yicha olingan natijalarni erta muhokama qilindi, tajriba almashindi. Asosan bu birinchisi esa 23-yilda bo'lib o'tgan. Chunki bunga biz 2009-yilda Ghana Excel korporatsiyasining eksklyuziv hamkori bo'lib, biz birinchi ishni boshlaganimizda, birinchi galda biz qonunning ustuvorligini hamma vaqt e'tirof qilib kelganmiz va qonun asosligida ishimizni tashkillashtirishni yo'lga qo'yganmiz. 2010-yilda chiqqan aholi o'rtasida mikronutrient yetishmasligi to'g'risidagi qonun aynan biz uchun chiqarilganday bo'ldi. Aynan u yerda yozilgan shunday bir Vazirlar Mahkamasiga va viloyatlardagi xodimlarga berilgan shu mikronutrientni aholiga keng targ'iboti yo'lida barcha sherikchilik qilish xohlagan tashkilotlarga bevosita, bilvosita yordami berishi shartligi ko'rsatilgan edi. Biz undan foydalanib o'sha 2009, 10, 11, 15 to 17-yilgacha biz barcha viloyatlarda bir 200 mingdan ortiq bir viloyatning hokimlari, u yerdagi tibbiyot boshqarmalarining boshliqlari va ishlab turgan tibbiy xodimlarning yordamlarida biz shunday bir katta bir marafon o'tkazdik va bu marafon natijasida bizda viloyatlarda iste'molchilarimizni soni va o'z salomatligini mas'uliyatini olgan insonlarning sonlari ko'paydi. Shu natijada zamonaviy tibbiyot bilan foydalangan holda mahsulotlarni immun tizimini mustahkamlovchi bo'lib turib, uni tezroq biologik salomatligiga yoki sog'liqqa qaytarishda o'sha immun tizimini muhimligi, ya'ni o'sha Avitsena Ibn Sinoni o'sha o'g'itlarida etilgan yemishing bu senga doring seni yemishing bo'lishi zarur degan o'g'itlariga asoslanib shu oziq ovqat mahsulotlari, ya'ni Ganaderma asosida tayyorlangan funksional oziq mahsulotlarini biz O'zbekistonga olib kirdik va shu bilan birgalikda shu hududlarda 23 tadan ortiq do'konlarda bu mahsulotlarni tavsiya qilib, reklama qilib turib bu narsani insonlarning salomatligiga o'z hissamizni qo'shdik. Shu bilan birgalikda sog'lom turmush tarzini joylarda targ'iboti bu juda o'ta muhim davlat siyosatiga chiqarilganligi uchun o'sha 2019-25-yilga mo'ljallangan xalq tabobatini rivojlantirish bo'yicha prezidentning qarorlari bu narsaga yana bizga qo'l keldi va shu bilan birgalikda biz Ibn Sino fondi tashkiloti bilan birgalikda ko'p ilmiy konferensiyalarda ishtirok etdik va Malayziyani prezidenti va ishlab chiqaruvchi tashkilotlardan olimlarni taklif qildik. U yerda bu konferensiyalarda ularning ma'ruzalari va muloqotlari professorlar bilan savol javoblariga olingan javoblari bu 2023-yilda
birinchi Malayziyaga borib, o'sha xalqaro Gana Excel korporatsiyasining Ganaderma lisidiumi yetishtirish jarayonidan boshlab turib to uni mahsulot sifatiga, funksional oziqa tarziga keltirgunchagi jarayonni hammaligi borib professorlar borib ko'rishdi va shu bilan ular keyinchalik ilmiy tadqiqot qilishda bu mahsulotlarni xavfsizligiga ko'rish maqsadida buni yana ikki tomonlama memorandum qo'yildi, tuzildi. Bu memorandum ramkasida 2024-yilda Malayziyaning UCM universiteti bilan birgalikda shartnoma memorandum tuzildi va tibbiy xodimlar kasbiy malakasini rivojlantirish instituti professori, rahbari bu narsani ilmiy prezidentimizni qabul qilgan qarorlarini amalda qo'llash maqsadida shu mahsulotni komplementar meditsina, ya'ni bu xalq tabobatidagi ilg'or usullarini qo'llash bo'yicha alohida shu memorandum qo'l qo'yildi. Undan tashqari aytmoqchi bo'layotgan narsam 24-yilda O'zbekistonda xalqaro konferensiya bo'ldi. Bu xalqaro konferensiya Toshkentda bo'lib o'tdi. Bu yerda Gana Excel korporatsiyasining rahbari janob Liao Sunseng va uni ilmiy xodimlari hammasi ishtirok etishdi. Tibbiy xodimlar kasbiy malakasini oshirish institutida master klass sifatida o'tkazildi va odamlarga ertaga yangi kasbiy mutaxassisligini egallayotgan yoki nimaga malaka oshirishga kelgan shifokorlar o'zini qiziqtirgan savollariga javoblar olishdi va undan keyin esa yana ilmiy tadqiqot qilish bo'yicha 9 ta yo'nalish bo'yicha natijalar olindi. Natija albatta zamonaviy tibbiyotdagi o'sha davolanadigan tizim orqali bu qo'shimcha qilib turib komplementar meditsina, ya'ni bunga yordamchi adjutant meditsina qilib turib kasallarga, bemorlarga samarali yordam berilganini guvohi bo'ldik. Ana shu to'g'risida ikkinchi ilmiy seminarda Malayziyada bo'lib o'tgan, u yerda 7 tadan ortiq davlatlar kelishdi. Bu davlatdan ichida Tailand, Tayvan, Singapur, Indoneziya va shu bilan birgalikda Malayziyaning o'zini ilg'or tibbiyot meditsina institutini rahbarlari ishtirok etishdi va u yerda ma'ruzalari bilan tajriba almashishdi. Va shu bilan birgalikda o'sha seminarda 3 tomonlama shartnomaga imzo chekildi. Biz bilamizki, Xitoy tibbiyoti bu har doim o'sha tabiiylikka yondashgan. Tabiiylikka yondashganligi uchun tibbiyot o'sha tabobati har doim dunyoda birinchi raqamni egallagan. Shuning uchun ham Xitoy tabobat institutining rektori bilan imzo chekilgan memorandum keyinchalik O'zbekiston shifokorlari bilan va Xitoy tabobat institutini bir-birlari bilan hamkorlikda yo'naltiradigan ishlari albatta bizni xalqimizni salomatligiga va bizni sog'liqni saqlash tizimidagi qilayotgan ishlarimizga ko'proq naf beradi degan umiddaman. Bir yutuqni asosida tarix yotadi. Ganaderma hozirgi paytda klinik tadqiqotlari xalqaro maydonga chiqdi. O'zbekistonda esa bu yetakchi o'rinda. Aynan bir davlatdan mahsulotni bad holatdan kirib, hozirgi paytda yagona ekstraksiya kategoriyasini olgan Ganadermada shu vaqtgacha o'tgan yo'lda qanaqa jarayonlar bo'lib o'tdi? Aynan shu jarayongacha bo'lgan voqealar nimalardan iborat edi? Avvalambor Ganaderma tarixidan gapiradigan bo'lsak, uni tarixi 4000 yillik tarixga ega. Lekin O'zbekistondagi tarixini 2009-yildan boshladi. 2009-yildan bugungi kungacha qilingan ishlarning asosiy sababi, asosiy maqsadi bu xalqqa, o'sha oddiy insonlarga buni shifobaxsh taraflarini ko'rsatish edi. O'shanga ham ilk qadamlarimizni biz natijaga qaratib o'sha 2012-yilgacha
natijalar bilan ishlab, mana O'zbekistonda hozir bugungi kunga kelganda 200 mingga yaqin iste'molchilari bor bu mahsulotni. 2012-yildan o'sha davlat muassasalari, tibbiyot muassasalari bizning natijalarga nazar tashlashni boshlashdi. Shuni asosida o'tkazilgan anjumanlar, konferensiyalar, klinik tadqiqotlar bu narsaga olib keldiki, 21-yil 5-fevralda Sog'liqni saqlash vazirligi maxsus komissiyasi tomonidan bizning mahsulotlarimiz BAT, ya'ni BFQ toifasidan ekstrakt, ya'ni funksional oziqa toifasiga o'tkazilgan bo'ldi. Bu o'z navbatida, ya'ni ilmiy tadqiqotlar o'tkazishga, uning orqasidan bu yerda Ganexcelga tegishli Gana ART Medicus klinikasini ochish tarixiga asos bo'ldi. Hozirgi paytda olimlarning fikricha Ganoderma immunitetni kuchaytirmaydi, ya'ni uni boshqarmaydi, balki immunitetni muvozanatga keltiradigan tizimni ishga tushiradi deyiladi. 21-asr qutqaruvchisi nomini olgan aynan Ganoderma hozirgi paytda 300 dan ortiq tashkilotlar tomonidan yetishtiriladi. Lekin nima uchun aynan GanoExcel korporatsiyasi yetishtirilgan Ganodermani tanlashimiz kerak? Bilasizmi, Dilso'z opa, bu savolga men o'zim aniqroq javob bermoqchiman. Sababi bu GanoExcel korporatsiyasining mahsulotlari aynan o'sha Ganoderma ekstrakti asosida ekanligini hozirgi holatda chuqur anglamagan holatda birinchi marotaba bundan 5 yil oldin menga bir o'zimni bemorim tomonidan prezentatsiya qilinganda bu ham boshqa bozordagi qo'shimchalar kabi BAT qo'shimchasi sifatida qaraganmanda e'tiborim unchalik kuchli bo'lmagan. Lekin nutritseptikaga qiziqishim borligi uchun yaqindan tanishishga qiziqqanman va buni o'rganishim davomida o'zim menga aytib ketilgandan keyin, prezentatsiya o'tilgandan keyin bu mahsulotlarni chuqurroq, ya'ni bir insonning og'zidan emas, aynan o'sha ishonchli saytlarda, ishonchli manbalarda qanaqa yoritilgan, qanaqa ko'rsatilganligiga qiziqish bildirganman va men shu izlanishim davomida bilasizmi, juda ham bir yaxshi ma'lumotlarga ega bo'lganman. Hattoki xalqaro Amerika ensiklopediyasida ham, Amerika farmakopeyasida ham yoki Tibet ensiklopediyasida ham Ganoderma lucidum ekstraktini endi u yerda Reishi nomi bilan kelgan juda ham kuchli mahsulot ekanligi va bu oxirgi 3000-4000 yil davomida juda ham ko'p kasalliklarni davolashda asosiy vosita sifatida qaralganligi, hattoki hozirgi zamonaviy texnikalar bo'lmagan paytda ham bundan foydalangan insonlar asrlar davomida qiynalib kelgan kasalliklarni davolashga asosiy manba sifatida qaraganligiga bu ma'lumotlarni olganman o'sha manbalardan va zamonaviy ilmiy tadqiqotlar ham aynan o'sha Amerikaning PubMed saytida, xalqaro bibliotekada, kutubxonasida 100 dan ortiq aynan Ganoderma ekstrakti asosida o'tkazilgan ilmiy tadqiqotlarni guvohi bo'lganman o'qib. U yerda onkologik kasalliklarni adjuvant terapiya sifatida davolash, qandli diabetni adjuvant terapiya sifatida oldini olish profilaktikasi, asoratlarni oldini olish bo'yicha, jigar kasalliklari, o'tkazilgan har xil jigardagi toksik gepatitlar, virusli gepatitlardan keyin jigar o'zini yo'qotgan quvvatini tiklashi uchun asosiy manba sifatida xizmat qilishi yoki o'zim nevrolog bo'lganligim uchun hozirda odamlarni ko'p qiynaydigan muammolardan biri, yosharib kelayotgan kasalliklardan biri Alzheimer kasalligi, xotirani keskin pasayishi bilan bog'liq holatdagi kasalliklarga asosli yechim ekanligi, uning tarkibidagi o'sha Ganoderma ekstrakt tarkibidagi miyaning eng asosiy ozuqa moddalari, gamma aminomoy kislota, letsitin kabi va undan tashqari boshqa biofaol moddalari yo'qotilayotgan, nobud bo'layotgan neyronlarni tiklab qolishi mumkinligi, ya'ni jarayonni ushlab qolish. Chunki bunaqa kasalliklarda bilasizmi, jarayonni ushlab qolish, ya'ni bosqichini ushlab qolish juda ham muhim hisoblanadi. Agar siz ma'lum bir bosqichda ushlab qoladigan bo'lsangiz ham bemorning hayot sifatini ancha yaxshilagan bo'lasiz. Amaldagi dorilar bilan bu narsa imkonsiz hisoblanadi. Ya'ni bu yerda immunitetni o'zi shu narsaga yordam berish kerak bo'ladi. Albatta bu yordam berish uchun immunitet qayerdandir quvvat olish kerak. Mana shu quvvatni Ganoderma orqali olishi tom kitoblarda, adabiyotlarda ko'rsatilgan. Mana bu ma'lumotlarni bilganimdan keyin yana ham yaxshiroq qiziqqanman Ganoderma ekstraktini va GanoExcel
tarixi bilan qiziqqanimda 1980-yillarda o'z faoliyatini boshlagan bo'lsa, 95-yilga kelib GanoExcel o'zini ilk mahsulotlarini ishlab chiqargan, lekin mana shu 13 yil davomida 52 avlodda Ganoderma ekstraktini seleksiya usulida yetishtirib, ya'ni har bir avlod 3 oyda yetishtiradigan bo'lsa, 13 yil davomida 52 avlodda seleksiyalash orqali tabiatdagi eng kuchli 6 ta turni yagona turga jamlashtirib, ya'ni bu sal mubolag'a sifatida ham aytishim mumkin, asrning yangi Ganodermasi deb ham atashimiz mumkin. Xuddi mana shunaqa holatda yo'qolib ketgan 6 ta turni ham, hozirda mavjud bo'lmagan turni ham o'sha vaqtda mavjudligi sababli seleksiyalash orqali yagona turga mujassamlashtirgan. Ya'ni mana shu GanoExcel Ganodermasi tarkibida inson tanasi uchun eng foydali bo'lgan 6 ta a'zosiga foyda beradigan turi quvvati mujassam hisoblanadi. Va bu GanoExcel Ganodermasini oddiy tabiatda uchraydigan Ganodermadan nafaqat 6 ta turni bitta ekanligi, undan tashqari buni juda ham bir qalin sporasi, ya'ni to'yinganlik darajasi, suvda eruvchanlik xususiyati. Bu albatta korporatsiyaning o'zining noyob texnikasi, texnologiyasi orqali ishlab chiqarilayotganligi tahsinga sazovor hisoblanadi. Chunki hammamiz ziyoli insonmiz, ma'lum bir qaror qabul qilish uchun ishonchli manbalarga tayanamiz. Mana shu ma'lumotlarni tanishish mobaynida 100 dan ortiq davlatlarga kirib borgan GanoExcel mahsulotlari, Allohga shukr, mana O'zbekistonda ham bu mavjud. Olish imkoniyati juda ham oson, hamma iste'mol qilishi mumkin va o'sha 100 dan ortiq kirib borgan mamlakatlarni har birini davlatni o'zi talablar qo'ygan sertifikatlarga muvofiq ravishda ishlab chiqarilishi asosli ekanligi, ya'ni ularning sertifikatini qo'ygan talablarga javob bergan holatda ularning bozorda erkin sotuvi bo'layotganligi biz bilgan o'sha yirik davlatlar Amerikada, Yaponiyada, Janubiy Koreyada, undan tashqari Malayziyaning o'zida ommabop ravishda bu narsani iste'mol qilishadi. Kolumbiyada juda ham katta miqdorda, Turkiyada Kolumbiyani mana kofeni vatadin deyishadi. Shunaqa bo'lsa ham GanoExcelni o'sha kofe mahsulotlarini Kolumbiyada sevib iste'mol qilishadi. Mana shu narsalarni bilish, bu narsalarni o'rganish Ganodermaga nisbatan mani nima desam, bir muhabbatimni uyg'otgan, ya'ni mehrimni uyg'otgan hisoblanadi. Oldin ishonmas edim, bir chashka kofe inson hayotini o'zgartirishi mumkinmi degan jumlaga hozir bemalol ayta olaman. Albatta o'zgartirishi mumkin agar muntazam ravishda o'sha Ganodermali bir chashka kofeni iste'mol qiladigan bo'lsa, inson salomatligi o'zi kutmagan holatda yana ham yaxshi holatga chiqishini. Biz ham o'zgartirishga harakat qilib ko'ramiz. Mana 21-asrning asosiy vabosi bu yallig'lanish degan so'z juda ham hozir ommabop bo'ldi. Aynan har bir kasallikning asosida, u yurak qon tomir kasalligimi, u onkologiyami, u oshqozon ichakdagi bo'ladigan yallig'lanishlarmi, har birining asosida eng kichkina hujayrani yallig'lanish yotadi. Ya'ni yallig'lanishga bo'lgan organizmdagi sharoit yotadi. Ya'ni organizmda kislotali muhitni oshib ketishi. Aynan mana shu 21-asrning qutqaruvchisi deb Ganodermani bejiz aytilmagani ham shunda va hozirgi asr vabosidan yana bittasi bu albatta kasallik ham emas, epidemiya ham deb bo'lmaydi, lekin bu semizlik. Aynan epidemiyadek butun dunyoni bosib olyapti va oldin qayerda fast foodlar rivojlangan davlatlarda bu ko'p edi. Mana ko'p o'tmay o'zimizga ham kelib qoldi. Qadamda fast foodlar, kechasi dostavkalar. Aynan bu narsa bizada o'sha organizmda o'sha fast foodlarning tarkibida trans yog'larning ko'p bo'lishi, qayta ishlangan mahsulotlarning ko'p bo'lishi, boshqa aromatizatorlar, boshqa narsalarning ko'p bo'lishi tanada tez kayfiyat beradi, endorfin, dopaminni quvvatlab yuboradi, lekin organizmda ortiqcha yog' yig'ilishga sababchi bo'lyapti va bu ham hozir boshqa jiddiy kasalliklar sababli insonlarning global muammosiga sababchi bo'lyapti. Aynan GanoShifon tasarrufida GanoAI Fit Trend yallig'lanishsiz
ozish akademiyasini tashkil qilinishga ham mana shu voqealar sababchi bo'ldi deyman. Lekin hozirgi paytda an'anaviy ganoderma an'anaviy tibbiyot bilan birga, lekin bu tibbiyotning yonida komplementar tibbiyot degan tushuncha hozir chiqyapti ommaga. Aynan komplementar tibbiyot deganda nimani tushunamiz? Ya'ni bu qanaqa tibbiyot? Uni an'anaviy tibbiyotdan farqi bormi yoki xalq tibbiyoti qayerda qoldi? Savolingizga mayli men javob bersam, bir haqiqatan ajoyib savol berdingiz. Bu komplementar tibbiyot haqiqatan keyingi paytda biz jiddiy ahamiyat berayotgan tibbiyotimizda bir yo'nalish hisoblanadi. Har bir narsaning sababi bo'lganda, mana Zavqiddin ham chiroyli mana Ganoga bo'lgan muhabbatini sabablarini tushuntirib berganda, albatta bizda ham bu tashkilotga hissa qo'shib yoki shu tashkilotning ichiga kirib kelishimizda ham albatta endi Zavqiddin ko'proq ilmiy tomonlama yondashgan bo'lsa, biz endi hayot taqozosi bilan to'ng'ich farzandimizdagi natija tufayli kirib kelganmiz. Ya'ni to'ng'ich farzandimizga o'sha 1 yoshligida olingan travmasi tufayli, ya'ni bosh miyasiga olingan travmasi tufayli qo'yilgan oligofreniya tashxisi tufayli 4 yil 5 yil davomida zamonaviy tibbiyot deyarli har bir sohasiga kirib chiqib, har bir mutaxassislardan olib lecheniyalarda, lekin natijalarda biz kutganimizdan ko'ra anchagina kam olganimizda hayot taqozosi bilan majburiyat desam to'g'riroq chiqadi. O'sha majburiyat bilan Gano mahsulotlarini bir bizga chiroyli bir yechim bo'ladimi degan bir chora umid bilan kelgan holatda o'sha farzandimizga 5 yoshida berishni boshlagan bo'lsak, 6 oy ichida juda bir ajoyib mana shu 4 yildan farqli ravishda tarozisini agar biz xuddi tarozi pallasiga qo'yib, o'ng tomonga misol uchun 4 yillik lecheniyamiz va Gano shifoning, Gano egizakli mahsulotlarini 6 oylik lecheniyasini solishtiradigan bo'lsak, deyarli 3 hissa bosgan holatdagi natijani ko'rganimizdan keyin bunga albatta natija bizni mana shu tashkilotga yetakladi va shu narsani o'zim shifokor sifatida boshqa bemorlarni ham qo'llashdi va shu holatni yanada chuqurroq o'rganishga, bel bog'lashga sababchi bo'ldi. Mana hozir deyarli 10 yildan ortiq muddatda men Gano shifo tashkiloti faoliyat olib boryapman va albatta bu savolingizga javob berishdan hech bir tushunarli holatda aytmoqchimizki, hozirgi vaziyat shuni taqozo qiladi. Hozir bitta narsaga qarab qoladigan davr emas. Sababki mana farmatsevtikamiz yo'nalishi bo'yicha 10 mingdan ortiq farm preparatlar ro'yxatdan o'tgan. Nozologiyalar bo'yicha esa 26 mingga yaqinroq nozologiya ro'yxatdan o'tgan. Endi qarang, shunchalik ko'p nozologiya, shunchalik ko'p preparatlar, shunchalik ko'p xususiy klinikalar, davlat shifoxonalari, lekin afsuski bemorlarimiz soni kundan kun ko'payib boryapti va achinarli jihati bemor tuzalyapti deb harakat qilyapti, lekin olingan natijalar ba'zida vaqtincha, ba'zida esa ko'ngil to'lmaydigan holat bo'lyapti va bu holat surunkali kasalliklarning kundan kunga ko'payishiga va achinarlisi yosharishiga xizmat qilyapti. Mana shu vaziyatdan chiqib keta olmaslik. Aynan shu jarayonda komplementar tibbiyot bu kelajak tibbiyoti sifatida bizga yordamchi vazifasini o'taydi. Chunki komplementar degan so'zning ma'nosi nima desangiz, to'ldirish, to'ldiruvchi degan ma'noni bildiradi. Ya'ni bu nimani to'ldirish? Zamonaviy tibbiyotimiz bu tasdiqlangan tibbiyot deyiladi. Ya'ni ruschasiga aytganda доказательная meditsina bu bizga qayerdan kirib keldi? Bu g'arbdan kirib keldi. Komplementar tibbiyot xalq tabobati ildizlari asosida bu shahar tabobatining zamonaviy ko'rinishi desak mubolag'a bo'lmaydi. Aynan shu narsa bu zamonaviy tibbiyotni, tasdiqlangan tibbiyotni, an'anaviy tibbiyotni to'ldirish hisoblanadi bu joyda. Nima uchun to'ldirishimiz? Bu yerda bir necha maqsadlarni o'z ichiga oladi. Birinchi o'rinda insonlarda organizmida turli xil toksinlar, chiqindilar yig'ilishi. Chunki o'sha immun tizimidagi disbalans hisobiga ham erkin radikallar ko'payadi. Bu hujayralarda yig'iladi. Quvvatimiz manbai bo'lgan mitoxondriyalarda yig'iladi. Albatta bu narsa hujayralarning qarishiga, kasallanishga va immun hujayralarining borgan sari kundan kunga kamayib ketishiga sababchi bo'lib qoladi. Bu esa albatta insonlarning umriga ham hattoki ta'sir qiladi. Demak, o'sha joyda biz nima qilyapmiz? Demak, mana shu holatda detoksikatsiya qilishimiz muhim hisoblanadi. Ya'ni komplementar tibbiyotning birinchi bo'g'ini organizmni tozalash. Ortiqcha xilqatlardan, toksinlardan, erkin radikallardan tozalash. Demak, bu birinchi jihati tozalash va shu bilan birgalikda bu yerda xohlaymizmi yo'qmi, ma'lum bir preparatlar, bo'lib ham surunkali kasalliklarda qancha uzoq muddat davomida qabul qilinsa, albatta biroz muddatdan keyin uning organizmda metabolitlar, ya'ni chiqindilarning yig'ilishi boshlanadi. Mana shu chiqindilar yig'ilishi u ikkinchi bir holatni keltirib chiqaradi. Ya'ni plato samaradorligi deydi. Ya'ni ma'lum bir preparat ma'lum muddatdan keyin ta'sir qilmaydigan holatga keladi. Ana shu holatga kelgan paytida preparatni dozasini yo oshirishga majbur bo'linadi yoki kombinatsiya qilib yanada ko'proq preparatlar tavsiya qilishga olib keladi. Bu narsa nima degan? Hozir mana tibbiyotimiz
prezidentimiz boshchiligida, sog'liqni saqlash vazirligi boshchiligida kurashayotgan polipragmaziya muammosini xalos qilishga qaratiladi. Polipragmaziya nima? Demak, bu 5 tadan 6 tadan ortiq preparatni bir vaqtda bemorga qo'llash. Hamma ham buni ko'tara olmaydi. Demak, Ganaderma an'anaviy tibbiyotni inkor qilmaydi. Albatta, bu inkor qilmaydi. Biz uni alternativ variant sifatida ko'rmayapmiz. Biz uni to'ldirish sifatida ko'ryapmiz. Chunki to'ldirishdan maqsad nima? Bu yerda 3 ta maqsadni qo'llab olishimiz mumkin. Birinchi maqsad, demak, an'anaviy holatda qilinayotgan bemorlardagi nojo'ya ta'sirlarni kamaytirish, imkon darajasini yo'qotish. Demak, o'sha qilinayotgan davo muolajalarining nojo'ya ta'sirlarini qirqish. Ikkinchisi, organizmda xohlaymizmi yo'qmi, rezervi bor, zaxirasi bor. Bu ichiga mikronutriyentlar zaxirasi ham kiradi, funksional zaxira kiradi, psixologik zaxira kiradi. Ana shu zaxiralarni ko'tarish. Chunki qancha inson organizmi zaxira ko'tariladigan bo'lsa, o'shanda u har qanday kasallikka kurasha oladigan qobiliyatga keladi. Zaxirani ko'tarmasdan turib qilingan narsalar har doim biz kutgan natijani bermaydi. Misol uchun vaksinatsiya holatida ko'rasiz, kimgadir ijobiy ta'sir qiladi, ba'zi holatlarda esa salbiy ta'sir qiladi. Kimga salbiy ta'sir qildi? O'sha rezervi past bo'lgan insonga. Shuning uchun bu yerda ikkinchi bizning asosiy komplementar tibbiyotdan maqsadimiz shuki, insonlarning zaxirasi ko'tarilsin. Kasallikka organizm dosh bera olsin, turib bera olsin. Uchinchi holat esa bemorlarimizning hayot sifati oshishi, og'riq kamayishi, quvvatga kirishi, chunki hozir bilasiz, hammada quvvat kamchiligi bor. Energiya yetishmovchiligi bor. Chunki o'sha erkin radikal deb aytgan narsamiz, albatta mitoxondriya jarohatlagandan keyin albatta mitoxondriyada energiya ishlab chiqarish jarayoni buzilib ketadi. Mana shu energiya ishlab chiqarish jarayoni buzildi degani bu o'sha mitoxondriyaning nobud bo'lishi va hujayralarning erta qarishiga, biologik qarish tezlashishiga, umr qisqarishiga olib keladi. Shuning uchun ham o'zi kasallik, aytaylik, insult, infarkt 55-60 yoshda ko'radigan holatlar hozir 35-40 yoshda. Bu kasallik yosharmadi, biz tez qarayapmiz. Bizda organizm biologik tez qarayapti. Shuning uchun biz o'sha 50 yosh, 60 yoshda holatda 30 yoshda kuzatyapmiz. Mana shu narsalar nima deydi? Komplementar tibbiyotga bu kelajak tibbiyoti deb qarashga majbur qiladi bizni. Chunki bu narsa bizga imkoniyat bu. Mana shuning uchun hozir kim to'g'ri yo'lda bo'ladi. Qachonki komplementar tibbiyotda shifokor inkor qilmasdan uni o'zining hayotiga, o'zining faoliyatiga qo'shsagina, o'zini o'shani faoliyatiga kiritsagina, o'zi kundalik faoliyatiga kiritib bemorlarga o'sha komplementar tibbiyotni qo'llaydigan bo'lsa, o'shindagi natija bo'ladi. Aytadi-yu, bilagi zo'r birni yegar, bilimi zo'r mingni deydi. Yoki boshqa aytganda, bir kishidan ko'ra jamoani ta'siri kuchliroq bo'ladi deydi. Aynan shuning uchun bitta narsaga qarab qolib, bitta farmatsevtik lechini o'ziga qarab qolib biz muammodan xalos bo'lamiz desak, biz har doim to'g'ri fikr yo'latgan bo'lmaymiz. Ana shu jarayonda biz mana shu jarayonda xalq tabobati asosida kelib chiqqan zamonaviy nutriseptik, ya'ni funksional ozuqa preparatlarni tibbiyotga integratsiya qilishimiz kerak. Komplementar tibbiyotga integratsiya qilgan inson to'g'ri yo'lda bo'ladi. U shifokor holatida ham, uni salomatligini tiklashga harakat qilgan bemor sifatida ham qachonki integratsiya qilsagina o'shanda u to'g'ri yo'lda bo'ladi. Aynan mana shu Gano Excel korporatsiyasi mahsulotlari u qanday holatda iste'mol qilinishi to'g'ri deb hisoblaysiz? Kasallik surunkali holatdami yoki tez yordamga muhtoj bo'lgan holatdami yoki qaysi bir holatda iste'mol qilgan to'g'ri? Chunki bizning xalq qachonki kasallik avj olib, butun tanani egallab olgandan keyin, boyagi og'riq qoldiruvchi farm dorilar ham ta'sir qilmagandan keyingina vrachlarga murojaat qiladi va hamma mas'uliyatni o'sha doktorni zimmasiga tashlaydi. Bu qay darajada to'g'ri? Endi aytadi-yu, vaqt o'tgan sari muammo hech qachon o'sha holatda turmaydi. U muammo kuchayib boraveradi. Shuning uchun o'zi funksional ozuqani ta'rifidan bu har kunlik ozuqa sifatida kerak. Ya'ni har kunlik immun tizim uchun, har kunlik organizm uchun yetishmayotgan bizning mana bu zamonaviy holatimizda hozir ovqatlarda sifat jihati ancha o'zgargan. Chunki ko'proq miqdorga qaratilgan va natijada sifat o'zgarganligi uchun organizmimizda disbalans holati mavjud. Ya'ni yetishmovchilik balansi bor, qaysi narsani esa keraksiz narsani ortiqchalik holati bor. Shuning uchun funksional ozuqani profilaktika maqsadida kiritish kerak. Birinchi o'rinda har bir inson o'sha qanchalik profilaktik sifatida kiritsa, u o'zini katta xarajatlardan, katta qiyinchiliklardan himoya qilgan bo'ladi. Chunki bitta stent qo'yish, misol uchun mana kardiolog sifatida aytadigan bo'lsam, bitta stent qo'yish 20-30 million atrofiga tushishi mumkin bitta insonga. Ba'zida bu bir dona stentni narxini aytyapmiz. Lekin ba'zida ko'ramizki, 2 ta, 3 ta, 4 ta stent qo'ygan insonlar bor. Ko'ryapsiz, bu qanchalik muammoni kechiktirgan sari muammo faqat ko'payadi, kamaymaydi. Shuning uchun, endi avval albatta aytganingizdek, o'zbek mentalitetimizni ba'zida o'sha insonlarni profilaktika haqida gapirgan paytimizda ko'pchilik hozircha menga zarur emas degan holatda aytishadi, lekin bu narsani badali to'lovi juda katta
holat bo'ladi. Ya'ni bu bilan biz faqat profilaktika maqsad demoqchi emasmiz. Komplementar tibbiyot albatta reabilitatsiyani chekiradi. Reabilitatsiya degani har qanday kasallikdan tuzalish uchun qilinadigan chora-tadbirlar. Demak, u o'tkir jarayondami, o'tkir jarayondan keyin tiklanish jarayonidami o'sha vaqtda ham bu narsani qo'llash maqsadga muvofiq bo'ladi. Aynan qilingan ilmiy ishlarimiz ham an'anaviy tibbiyotni bilan birgalikda qilingan jarayonlar hisoblanadi. Ya'ni o'sha qilingan mana 9 ta ilmiy ishni negizi nima yotibdi? Traditsion zamonaviy tibbiyotning tasdiqlangan preparatlari plus komplementatsiya qilib o'sha joyga ganoderma ekstraktining gold seriya preparatlari bo'lib mana shu reishi exilium cordigol preparatlar kiritilgan holatda olib borib olingan samaradorlik traditsion meditsinaning o'ziniki bilan qanday va gano qo'shilgandagisi qanday deb solishtirilgan jihat. Ya'ni bu narsa integratsiya qilish orqali insonlar yaxshi natija olishi mumkin. To'g'ri. Bu yerda hozir Shodiyor akamning gaplariga qo'shimcha sifatida aytmoqchiman. Profilaktikaga urg'u berish bu kasalliklarni nafaqat asoratlanishini, balkim sonning ko'payishini oldini oladi. Hozir biza oddiyroq qilib tushuntiradigan bo'lsam, inson kasal bo'lgan paytda teshilgan kemaga o'xshaydi-da. Teshilgan kemaga o'xshaydi. Uni teshilgan kema nima bo'ladi? Ichiga suv kirishni boshlaydi. O'sha suv kirayotgan paytda biza suvni tashuvchilarni ko'paytiryapmiz. Ya'ni dorilarni ko'paytiryapmiz. Suv tashuvchini ko'paytirish emas, bu yerda teshikni bekitish haqida o'ylash kerak. Lekin teshikni bekitish haqida hech kim o'ylamayapti hozir. Ya'ni nima sabab bo'ldi bu kasallikning kelib chiqishiga? Ya'ni hujayrani shikastlanishiga, o'sha to'qimani shikastlanishiga sabab bo'lgan omilni topib, soddaroq qilib aytganda, kemani teshigini yopadigan bo'lsak, muammoni asosiy yechimini qilgan bo'lamiz. Ya'ni kasallikning ildiziga bolta urgan bo'lamiz. Bu yerda qancha siz suv tashuvchilarni ko'paytirishingizni foydasi bo'lmaydi, chunki ummonni suvni tashish bilan kuchi yetmaydi uni. Shuning uchun kemaga kiradigan suvni yo'lini to'sib qo'yadigan bo'lsa, ya'ni insonni kasalligiga sabab bo'lgan narsani oldini oladigan bo'lsa, teshikni bekitadigan bo'lsa, shunda asosiy yechim bo'ladi. Ana undan keyin bitta ikkita kishi ham o'sha kemani ortiqcha suvni olib tashlashi mumkin. Biz mana shu narsani jiddiy qarashimiz kerak, ya'ni buni tushuntirishimiz kerak, chunki shifokor sifatida bu bizani vazifamiz deb bilaman men. Insonni o'sha profilaktikaga o'rgatish, ovqat ratsionini kunlik ehtiyojiga mos bo'lgan vitamin, minerallarga boyitish, bu narsani qanaqa qabul qilishni va qanchalik muhim ekanligini qabul qilishni o'rgatish bu bizani vazifamiz deb bilaman. Bu o'tkazilgan ilmiy tadqiqotlar, mana hozir aytib o'tganlaridek, xalqaro darajada bo'lib o'tgan memorandumning asosiy vazifasi zamin bo'lib xizmat qilish kerak, boshqa shifokorlarga asos bo'lib xizmat qilish kerak. Bu narsani chuqurroq o'rganishga, chuqurroq tatbiq qilishga, hali tanishib ulgurmagan bo'lsa, kerakli o'sha materiallardan, kerakli adabiyotlardan mana bizning Ganon.uz saytimizda hamma o'tkazilgan ilmiy tadqiqotlar asoslari, u yerdagi olingan natijalarning samarasi, o'sha bizning professor ustozlarimiz, shifokorlarimiz tomonidan tasdiqlangan ilmiy natijalar qo'yilgan. Hammasini tanishib chiqishlari mumkin. Mana shuni tanishib chiqib, o'zlarining yaqinlariga va kelayotgan bemorlariga to'g'ri tushuntiradigan bo'lsa, albatta jamoani ta'sir kuchi katta bo'ladi deb aytganlari, shunda ta'siri haqiqatda yaxshiroq seziladi. Shu narsani biza shifokorlarga, ya'ni bu narsadan hali bexabar bo'lgan, qaysidir ma'noda hali to'liq tushunib yetmagan, xabardor bo'lsa ham, Gano mahsulotlarini men o'ylaymanki eshitmagan inson kam qolgan. Deyarli 15-16 yil davomida juda ham ko'pchilik inson eshitgan, lekin ularni eshitish nazarida kimlarnidir xayolida meni birinchi marta kelganimdaqa taassurot bo'lishi mumkin, oddiy bat sifatida qarayotgan bo'lishi mumkin. Bu ham bir qaysidir kompaniyaning oddiy dorisi degan fikrda bo'lishi mumkin, lekin bu fikrdan ozgina yiroqroq bo'lish va buni chuqurroq o'rganadigan bo'lsa, bu qanchalik muhim ekanligini, bu mahsulotlarning qanchalik inson organizmi uchun foydali ekanligini menimcha o'rganib tanishib olib, keyin juda katta qiziqish bilan bu faoliyatida ishlatadi degan ishonch bilan ayta olaman.
To'g'ri, hozirgi paytda qishloq xo'jaligini butunligicha o'zgartirishni iloji yo'q, chunki o'sha gibrid formalar, irsiyati o'zgartirilgan meva va sabzavotlar, ptis fabrikalar, chunki aholini soni oshib boryapti, oziq-ovqatga bo'lgan ehtiyojni qondirish kerak va o'z navbatida gibrid formalar dasturxonimizda ko'paydimi, bizni tanamizga kirayotgan makro mikro elementlarning miqdori o'z navbatida pasayadi, chunki fakt borki, o'zi tuproqni o'zida 30% ham elementlar qolmadi. Shuning uchun ham ularni har xil dorilar, boshqa udobreniya o'g'itlar bilan yetishtirib dasturxonimizga olib kelyapti. Shuning uchun zamon talabi ham aynan o'sha mikronutrientlar doimiy stolimizda qabulda bo'lishi kerak. Xulosa o'rnida barcha suhbatlardan qilingan xulosa shu bo'ldiki, immunitetimizni davolab bo'lmaydi. Buni mumkin emas. Uni faqat to'g'ri boshqarish mumkin. Aynan bu mahsulotlar kasallikka qarshi kurashmaydi, balki organizmni o'zini o'zi himoya qilish tizimini o'rgatib beradi. Sog'lom hayot bu tezkor yechimlar emas, balki ongli, tizimli va tabiiy yondashuv hisoblanadi. Gano mahsulotlari bu aynan shu yo'lda mo'jizaviy harakat qiladi. Bu tabiat va ilm uyg'unligidan kelib chiqqan aqlli yechim hisoblanadi. Bu podkast faqat ma'lumot uchun emas, bu har bir insonni sog'lom hayotga chaqiriq. Chunki har bir inson o'z hayotini me'mori hisoblanadi. Ajab emaski, sizni me'moringizda bir yangilik bo'ladigan bo'lsa. To'g'ri, lekin hozirgi vaqtda antiinflammatsiya, ya'ni yallig'lanish to'g'risida keng ommaga biz hozir targ'ibot ishlarini olib boryapmiz. Targ'ibot ishini olib borish bizni insoniylik, ezgulik mas'uliyatimiz. Chunki o'sha xalq tabobati deyildimi, agar biz qanchalik shifokorlarga murojaat qilmasak, agar xalqi o'zi bu mas'uliyat, o'z sog'lig'ini mas'uliyatini olmasa, u bitta shifokorlar bilan buni qilib bo'lmaydi. Chunki har bitta inson o'zini salomatligi uchun, berilgan shu tanasi uchun, ishidagi organlari uchun o'zi mas'uliyatni olish kerak, javobgarlikni o'zi olish kerak. Chunki biz oldingi tizimda sog'lig'imizni faqat shifokorlarga yuklab qo'yganmiz. Shifokorlar ular bizni tuzatishga ham mas'ul, bizani agar dori ta'sir qilmasa ham ular mas'ul, ovqat fast foodni yesak ham xuddi ular mas'uldek biz doim aybdorlarni chetdan qidiramiz. Asosini olganda biz shu har bitta insonni o'z salomatligi uchun o'zi mas'uliyat olishini biz keng targ'ibot qilishimiz kerak. Bizni asosiy maqsadimiz ham inson qadriyatlariga tayangan har bitta oilaga sog'lik va farovonlik olib kirishdek bir o'sha missiya bizni hammamizni birlashtirdimi? Demak, biz kimgadir o'zi har bitta yo'nalish o'z holicha ketadi. Biz hech narsaga ekologiyaga ta'sir qila olmaymiz, qishloq xo'jaligiga ta'sir qila olmaymiz. Biz o'zimiz ta'sir qiladigan bir o'sha instrument to'g'risida o'ylashimiz kerak. Bu instrument bu o'zimiz, o'zimizni bilimiz, ongimiz, o'sha nimani to'g'ri yeyishimiz, qaysi birini noto'g'ri yeyishimiz, bu narsani biz oiladan boshlashimiz kerak. Farzandlarimizga buni o'rgatishimiz kerak. Mana juda qiziq bo'lgandek bu ganoni boshlashim. Chunki men yoshlik davrimda meni buvimlar tabib edilar. O'sha tabiblarda ularni eng birinchi o'ng qo'llari men edim. Ularni o'sha shifo suralari bo'lardi. Zafaronga olib, qaysi surani o'tdan yozish kerakligini ko'rsatardilar va shu bilan shifobaxsh giyohlarni terib olib kelardilar-da, uni xovonchada maydalardim, uni qandoq qilib ichirishi nimasini ko'rsatardilar. Shu muhitda men katta bo'ldim, fikrlarim tabiiy narsalarga uzviy bog'liq bo'lgani uchun o'zimni farzandlarimni ham shu tabiiy yo'l bilan ularni profilaktika qilish bo'yicha ongli men doim ilm qidirdim. Xuddi hozir Zavqiddin o'z fikrini, tasdig'ini manbalardan, ilm manbalaridan qidirgandek, men ham har doim o'sha ilmni manbalardan qidirdim va shu bilan birgalikda aytmoqchimanki, men hozir
80dan oshganman, lekin mani hujayram, mani energiyam, o'sha mani tanlagan yo'lim haqqoniy to'g'riligini yana bir isboti bo'ldi. Men qaysidir bir tashkilotlarga men shu Ganaderma haqida ma'lumot berib borganimda, albatta ular menga qarab turib buni isbotini ko'rishadi. Albatta har bitta odam hozir mana platforma deyilyapti, ijtimoiy tarmoqlar deyilyapti. Ijtimoiy tarmoqlarda to'g'ri informatsiya ham bor, noto'g'ri informatsiya ham bor, lekin bizni informatsiyamiz hammasi ilmiy, statistik faktlar bilan tasdiqlangan. Albatta buni xalqaro 14 ta standarti va ayniqsa bitta sertifikati borki, bu sertifikati ham xavfsizlik sertifikati. Buni faqat Amerika beradi. Amerika butun dunyoda uni sertifikati haqqoniy degan tan olingan sertifikat hisoblanadi. Albatta biz o'zimizdan o'tkazib turib yaxshilikni boshqaga ravo ko'ryapmiz. Bizda hozir shu muloqot, suhbat davrida hamma bizni 15 yil, 16 yil qilgan faoliyatdagi yutuqlarimiz kamchiliklarimizni hammasini fikr almasha olmadik. Lekin bizni kuzatayotgan, bizni eshitayotgan qaysidir bir tinglovchilarga agar shu mavzuda qiziq bir mavzular kerak bo'ladigan bo'lsa, biz keyingi safar shu narsalarni tayyorlashga va'da beramiz. Agarda yana qo'shimcha yanadir qandaydir fikrlar bo'ladigan bo'lsa, marhamat. Bu mahsulotlarni O'zbekistonga kirganiga deyarli 15 yil to'lib, 16-yilga o'tyapti. Aynan shu davr mobaynida aynan qaysi kasalliklardan natijalar ko'proq olindi O'zbekistonda? Bu yerda asosiy olingan natijalar surunkali kasalliklardan hisoblanadi, chunki o'zi aholi o'rtasida tarqalgan kasalliklarning ham aksariyati surunkali kasalliklar hisoblanadi. Odatda o'tkir kasalliklarning hammasi yotoq rejimda statsionarda davolanadi. Statsionardan chiqqandan keyin bu holatni yana qayta takrorlanmasligi uchun albatta bu yerda inson ikkita narsani qilish kerak bo'ladi. Birinchisi bu qat'iy belgilangan tartibdagi standart davoni to'g'ri davom ettirish va ikkinchisi reabilitatsiyasiga ahamiyat berish. Reabilitatsiya bu faqatgina bemorning yurish turishi emas, balki ovqat ratsiondan tortib qilish kerak bo'lgan fiziomolajalar yoki davolovchi mashqlar kiradi. Biz mana shu 15 yil davomida olgan natijalarimizni eng ko'pi olingan natijalar qandli diabet kasalligini 2-tipidan juda ham yaxshi natijalar olingan, yurak ishemik kasalliklarni qayta xuruj qilish holati, yana o'sha stabil stenokardiya deyishadi buni. Mana shu stenokardiya xurujlarni, qaytalanish holatlarini ancha kamaytirilishga erishilgan, organizmga farmni yuklamasini kamaytirishga erishilgan. Undan tashqari gepatitlardan juda ham yaxshi natijalarimiz bor. Ayniqsa virusli gepatitdan keyin virus preparatlarini ichganda inson organizmidagi virusini yo'qotadi xolos. Lekin u virus yo'qolguncha hamma joyni ishdan chiqarib ketadi. Mana shu virusni organizmga qilib ketgan ta'sirini hech qaysi farm ola olmaydi. Uni faqatgina organizm o'zi davolay oladi. Organizm o'zi davolashi uchun unga yetarli quvvat kerak. Mana shu quvvatni mana shu Ganadermadan olib insonlar og'ir holatdagi, avvalroq bu narsani natijalarini bo'lishiga og'ir holatdagi jigar sirrozlaridan, og'ir holatdagi gepatitlardan natijalar bu doim insonni quvontiradi. Undan tashqari mana 10 yillik, 15 yillik ikkilamchi bepushtlikdan natija olgan bemorlarimiz bor. Hattoki bir necha marta homiladorlik o'tkazib, organizm o'sha homiladorlikni oxiriga yetkaza olmasdan farzand tushib qolish holatida bo'lgan holatda ham mahsulotni iste'mol qilish orqali organizm homilani oxirigacha yetkazish. Chunki bir ona bir farzandini 9 oy mobaynida katta qilishi bu juda ham bir mushkul ish hisoblanadi. Buning uchun organizm to'liq tayyor bo'lish kerak mana shu homiladorlikni oxiriga yetkazish uchun. Agar organizmda tayyorgarlik bo'lmayotgan bo'lsa, ya'ni nimadir yetishmovchilik, hattoki kamqonlik bo'lishi ham homila tushishiga sabab bo'lishi mumkin. Oddiygina onani o'tkazadigan stresslari yoki mavsumiy shamollashni o'zi ham homiladorlikni oxiriga yetkazmaslik holatiga olib borishi mumkin. Qoni quyuqlashib ketib qolib, bolaga gipoksiya bo'lib, yurak urishi to'xtab qolishi mumkin.
Bu narsalarni har bir o'sha bo'lajak ona to'g'ri tushunishi kerak. Ya'ni homilador bo'lishdan oldin homiladorlikka to'liq tayyorgarlik bo'lishi kerak. To'liq tayyorgarlik nima orqali bo'ladi? To'liq tayyorgarlik bu birinchi navbatda mana bizning klinikamizda bor standart paketlar, tekshiruv paketlari, ya'ni homiladorlikdan oldingi tekshiruv paketlari, homiladorlik paytidagi tekshiruv paketlari, buni check-up deydi. Chet elda bu narsa juda ham ko'p qilinadi va rejali ravishda qilinadi. Masalan, siz 50 yoshga kirdingizmi? Sizni check-up qilishimiz kerak. Nimadan check-up qilishimiz kerak? Sizni keyingi 10 yilda xavf solayotgan insult kasalligi, miokard infarkt kasalligidan, qandli diabet kasalligidan, Alsgeymer kasalligidan check-up qilishimiz kerak. Siz 20 yoshdamisiz? Ya'ni bu yoshni o'sha organizmni o'sha balog'at yoshi oxiriga yetib, o'sha voyaga yetgan shaxs hisoblanadi. Qizlarda ona bo'lishga tayyorgarlik holati qanaqa darajada? Check-up qilish kerak bo'ladi. Erkaklarda, ya'ni o'sha yigitlarimizda ota bo'lish xususiyati qanaqa holatda, ya'ni uni urug' sifati qanaqa, organizmda gormonlar balansi qanaqa? Mana shu narsalarni tekshirib check-up qilish kerak bo'ladi. Mana shundagina biz sog'lom otadan, sog'lom onadan sog'lom farzandni dunyoga keltirishimiz mumkin. Agar biz bu narsani vaqtida oldini olib, kerakli tekshiruvlarni o'tkazib, agar qayerdadir muammo aniqlangan bo'lsa, u turmush qurib, 5 yil, 10 yil homilador bo'la olmay qiynalib yurib, ukol dori bilan organizmni battar zaharlab, nima deydi, qo'pol qilib aytganda ishdan chiqarguncha shu homiladorlik bo'lishidan, to'y bo'lishidan oldin bu narsani tayyorlab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Qizlarimizni, yigitlarimizni tayyorlab qo'yish kerak bo'ladi. Sizni yoshligingiz yoki Lazzat Asqarovnaning yoshliklari bu narsaga ehtiyojmand bo'lmagan bo'lishi mumkin. Bundan 40 yil, 50 yil oldingi holatdagi ekologik muammolar bu darajada bo'lmagan, ovqat ratsioni bu darajada suniylashib ketmagan. Lekin bizning hozirgi holatimiz, bizning farzandlarimiz mana shunaqa holatlar bilan, ya'ni bunaqa kasalliklar bilan to'qnashmasligi uchun ularni birinchi navbatda ratsionni to'g'rilashimiz, ularni kun tartibini to'g'ri qilishimiz va albatta o'sha o'zini kerakli vaqtida kerakli tekshiruvlardan o'tkazib oldini olishimiz kerak. Hozir butun dunyo tibbiyoti bilasizmi nimaga urg'u beryapti? Kasallikni davolash emas, nima qilsa shu kasallikka kelib chiqmaydi, oldini olish mumkin. Ya'ni insonni qanaqa holatga olib boradigan bo'lsa, ya'ni o'zini to'g'ri turmush tarzini, qaysi kasalliklarni oldini olish mumkin. Boshlanish alomatlarini o'zidayoq kasallikni paydo bo'lmasligi uchun harakat qilyapti. Butun dunyoda, o'sha Yevropa rivojlangan mamlakatlarda. Nima orqali? Bular sog'lom turmush tarzi orqali, to'g'ri uyqu rejimi, to'g'ri sport mashg'ulotlari orqali va ovqat ratsionida kerakli o'sha biofaol moddalarni iste'mol qilish orqali. Lazzat Asqarovna to'g'ri aytdilar, bo'yi faqat shifokorlarning o'zi bilan bu narsani hal qilib bo'lmaydi. Ya'ni bitta shifokor yoki 100 ta shifokor butun xalqqa bu narsani yetkaza olmaydi. Har bir odat oilada shakllanadi. Agar oilada to'g'ri mana shu tabiiylikka urg'u beradigan holat to'g'ri shakllantirilsa, ota-ona aytaylik ertalab sog'lom bo'lishi uchun mana shu shifobaxsh kofesini ichadigan bo'lsa yoki ovqat ratsioniga shifobaxsh gano choyini qo'shadigan bo'lsa, farzandlar ham voyaga yetgancha shu odatni shakllantiradi. Ya'ni o'sha ovqat ratsioniga mana shu narsalarni qo'shish kerakligini yoshligidan shakllantirib boradi. Ongli ravishda shakllantirgandan keyin uni qarashini, buni odatlarini hech kim o'zgartira olmaydi. Oxirigacha shu narsani davom ettiradi. Olmani tagiga olma tushadi, ot izini toy bosar degan narsa naqllar bejizga emasda, ya'ni qush inida ko'rganini qiladi. Agar biz oilada sog'lom muhitni tashkillashtirsak, ya'ni nima yeyish mumkin, nima yeyish mumkin emasligini to'g'ri qiladigan bo'lsak, mana aytayapmiz, yosh bolalarda masalan gijjalar ko'payib ketyapti hozir. Yosh bolalarda misol uchun bo'yi o'sishidan orqada qolishi, aqliy qobiliyatini pasayishi. 11-sinf o'quvchisi maktabni tugatyapti, oliygohga kira olmaydi tayyorgarliksiz. Nima uchun kira olmaydi? O'tildi-ku 11 yillik o'quv kursi. U tayyor bo'lishga, institutga kirishga. Yosh 11-sinf tugatgan bo'lsa ham, yosh 16-17 yosh bo'lsa ham, lekin uni miyasi ancha pastroqda turibdi hali. Ya'ni rivojlanish darajasigacha ham ta'sir qiladi ovqat ratsioni. Agar to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, intellektual salohiyat deydi, buni IQ darajasini ham oshirishga yaxshi yordam beradi. Agar oldindan shu narsani profilaktikasi to'g'ri olib borilsa. Mana bunaqa holatda yoshligidan
intellektual salohiyatini rivojlantirib, ovqat ratsionida hujayraning o'sishi uchun, rivojlanishi uchun, gormonlarning to'g'ri ishlashi uchun yetarli biofaol moddalar kiradigan bo'lsa, u jamiyatda kasallik kamayadi. U jamiyatda sog'lom ishchilar soni ko'payadi. Chunki davlatga ham og'irlik qiladi. Bir insonni 40 yoshida bir kasallik bilan to'qnashtirib qo'yib, sog'ligi yuzasidan nogironlik nafaqasini oladigan bo'lsa, yana 10 yil, 20 yil uni masalan qo'pol qilib aytganda boqish yoki uni sog'ligini parvarish qilish qimmatga tushadi. Bu narsani agar xarajatlar qo'shimcha oldini oladigan bo'lsa, o'sha inson 40 yoshda kasallanmasdan nafaqa yoshigacha sog'lom ishlaydigan bo'lsa, bir insonni kasbiy faoliyatida natija bo'ladi. Agar u inson bir oilani boquvchisi bo'ladigan bo'lsa, o'sha oila bir qanaqadir bir moliyaviy jihatdan yoki ijtimoiy jihatdan nimagadir muhtojlik holatlari kamayadi. Prezidentimizni o'sha oxirgi yillarda berayotgan farmoyishlari xalq tabobatini xalqqa olib kirish doirasida bo'lyapti. Bu juda ham to'g'ri qaror bo'ldi. Albatta buni yetkazish juda ham ko'pchilik shunga mas'ul bo'lgan tashkilotlarga bog'liq hisoblanadi. Ya'ni u kishini berayotgan takliflari, chiqarayotgan qarorlarni amalda isbotlash. Ya'ni biz xalqimizga to'g'ri ovqatlanish, ovqat ratsioni tabiiy mahsulotlarga boyitish bo'yicha ko'proq ma'lumotlar berishimiz kerak. Ya'ni xalqimizni o'rgatishimiz kerak sog'lom turmush tarziga. Agar o'rgatadigan bo'lsak, bu birinchi navbatda savob hisoblanadi. Ikkinchi navbatda bizning ham davlatimiz o'sha xalqaro darajadagi iqtisodiyot tomonidan ham, ilmiy xodimlarni yetishtirish tomonidan ham yetakchilardan biri bo'ladi desak, adashmagan bo'laman. Haqiqatdan mana shu ikkinchi xalqaro seminar konferensiyada tajriba almashildi. Shifobaxsh mana shu zamburug'larni qanchalik komplementar tibbiyot bilan zamonaviy an'anaviy tibbiyotni birgalikda qo'shilishib turib insonlarni hayotdagi yashashini sifatini yaxshilashga qaratilganligi ko'rildi. Mana men ularni o'sha betdan 7 ta professorlar borishdi, har bittasidan men intervyu oldim va shu bilan birgalikda 3 tomonlama memorandum imzolagan o'sha Xitoy Tabobat universitetining rahbari hamda USM Ilg'or meditsina tibbiyot universitetining rahbarlari hamda janob Lason Senglar bilan birgalikda olgan o'sha har bitta intervyuda ham bitta fikr yotibdi. Insonlar salomatligini yaxshilash va ularni tibbiy bilimlarini oshirishda biz keng o'z qadriyatlarini his qildirishga o'rgatish. Chunki ular agarda uni qadri doktorlarga emas, unga kerakligini o'zi bilsa, albatta bu o'zi izlanadi va bu narsani o'ziga ravo ko'radi va qancha umr bergan bo'lsa Alloh, shuncha umri kasalsiz hayotda yashaydi. Men ham qo'shimcha qilmoqchi edim. Bu o'tgan ikkinchi xalqaro seminarning asosiy xulosasi nimadan iborat bo'ldi? Bu ganoderma qo'shimcha vosita emasligini ta'kidlab, komplementar tibbiyot tizimining asosiy muhim qismi degan fikrga kelishdi. Bu degani bu narsa funksional oziqa bo'lgani hisobiga, bu qisqa qilib aytganda har bir oila buni doimiy iste'mol qilishi bu zamon talabidir. Xuddi hali ustolda choyda o'tirganimizda sariyog', murabbo, shakar yoki ovqat bo'lganda hali tuz, murch, hozir juda ham nimaga chiqdi, modaga chiqdi, kurkuma. Kurkumani albatta qora murch bilan birgalikda solib suv bilan ichish yoki chiya, oldin chiya degan narsalarni bizda umuman bilmasdik, chiyani urug'larini eshitmaganmiz. Lekin hozir zamonda bu modniy bo'lgani uchun ko'p odamlar shu narsaga nima qilyapti, murojaat qilyapti. Lekin zamon o'zgargani sari zamonga mos odamlarning tabiati ham shunga qarab turib o'zgaryapti. Lekin eng kerakligi insonni asosiy buyuk vazifasi uzoq va sog' yashash uchun, boshqalarga manfaatli bo'lishi uchun albatta u o'zi qaror qabul qilish kerak. Qarori albatta uni yashash sifatini
ta'minlab berish kerak degan men xulosaga keldim. Har bir inson mas'uliyatni o'zi bo'yniga oladigan bo'lsa, shifokor oldiga borganda shifokorning eng asosiy vazifasi, shifokor sifatida aytaman buni, bemorni hayotiga xatar bo'lib turgan holatdan yengilroq holatga olib o'tish. Masalan, bemor juda ham kuchli og'riqlar bilan borgan bo'lsa, o'sha og'riqlarni bartaraf qilish, qon bosimi keskin ko'tarilgan yoki qandi ko'rsatkichi yuqori bo'lgan bo'lsa, qonda o'shani me'yor chegarasiga olib kelish. Ya'ni bundan maqsad nima? Bundan maqsad bemorni hayotini xavfli holatdan oldini olish hisoblanadi. Lekin bu kasallikdan tuzaldi degani emasda. Bu endi bunda qand ko'tarilmaydi, endi bunda davleniyasi oshmaydi, endi buni beli og'rimaydi yoki oyog'i og'rimaydi degan xulosani bermaydi u shifokorning oldidan chiqib ketganda. Ya'ni shifokor bergan tavsiyasi bemorni og'ir holatdan yengil holatga o'tkazish hisoblanadi. Birinchi vazifasi. Chunki kasallikni kelishi juda ham oson, ketishi qiyin hisoblanadi. Bu qiyinchilik mobaynida shifokor 1 yil aytaylik bir kasallikni yengish uchun yoki 6 oy bir kasallikni yengish uchun ketadigan bo'lsa, 6 oy mobaynida har kun shifokor uni nazorat qila olmaydi. Ishoning, agar u farzandi bo'lsa ham o'sha shifokor yoki o'zini o'sha yaqin insoni bo'ladigan bo'lsa ham 100% nazorat qila olmaydi. Shuning uchun ham agar inson o'zi shu narsani tan olsa, ya'ni soddaroq qilib aytganda, men shu kasallikka sabab bo'lgan odatlarimni o'zgartiraman. Mana shu kasallikka kelib chiqqan, meni olib borgan, shunga to'qnashtirgan o'zimni yomon odatlarimni tashlayman va yaxshi odatlarimni qo'shaman deb aytaylik, uni ovqat ratsioni yaxshi bo'lmasa, kech ovqatlansa yoki umuman qaysidir paytlar ovqatlanmasa yoki uyqusi buzilgan bo'lsa, suv rejimi to'g'ri bo'lmaydigan bo'lsa, hamma shu o'zidagi kasallikka sabab bo'lgan harakati kam bo'lsa, umuman harakatlanmaydigan holatda faqat ishga borish, uyga kelish, transportda yurish va bir joyda kresloda aytaylik 7 soat, 8 soat o'tirgan holatda kunini o'tkazadigan bo'lsa, mana shu narsalarni bartaraf qilib, imkon qadar kamaytirib, to'g'rilab va organizmni reabilitatsiyasi uchun yaxshi yordam beradigan nutritiv preparatlarni qo'shadigan bo'lsa, u albatta kasallikdan asoratsiz chiqib ketadi. Men aytmayman hammaga masalan har doim nutritiv preparatlardan masalan doimiy ravishda iste'mol qilsin deb. Lekin shunaqa preparatlar bor, ovqat ratsionidan aqlliroq hisoblanadi. Buni superfood deydi. Bu zamonaviy terminlardan, ya'ni super ovqat hisoblanadi. Ya'ni sizni ovqatingiz qilib bera olmaydigan ishni aynan mana shu superfood mahsulotlar qilib bera oladi. Buni eng asosiy kategoriyasini men ayta olaman o'sha shifobaxsh qo'ziqorinlardan olinadigan mahsulotlar deb, superfoodlarni. Chunki shifobaxsh qo'ziqorinlarning tarkibi inson genetikasiga birmuncha yaqin turadi-da. Ya'ni ulardagi boy biologik tarkib insonni kerak bo'lgan barcha ehtiyojlarni qondira olish quvvatiga ega. Quvvat deganda mitoxondriyani quvvatlay oladi. Hujayrani quvvatlash, ya'ni mitoxondriyaning vazifasi nima? Energiya ishlab chiqarish. Organizmda energiya yetarli ishlab chiqarilsa, yurak ham bir me'yorda uradi, qon ham bir me'yorda aylanadi. Insonda charchoq hissi ham bo'lmaydi. Biz yeydigan ovqat ratsioni juda ham katta energiya bilan kiradi. Yeydigan ovqat ratsionimiz. Lekin u kirgan energiyani organizm o'zlashtira olmaydi agar kerakli befaol moddalar bo'lmasa. Ovqat ratsionida bu narsa yetarlicha bo'lmaydi doim. Siz yegan masalan bir tovoq qozon kabob yoki o'sha bir tovoq oshingiz sizni organizmingiz uchun, butun tanangiz uchun yetarli bo'lmasligi mumkin. Vaholanki uning energiyasi sizni 2 kun harakatlanishingizga ham yetadi. Lekin bu yerda energiyani to'g'ri taqsimoti degan tushuncha bor. Buni meditsinada shunaqa deydi, ya'ni har bir a'zoga o'ziga kerakli energiyani yetkazish. Qanaqa qilib bu narsani yetkazish mumkin? Oddiygina vitaminlarni misolda soddaroq tushuntiradigan bo'lsam, shunaqa vitamin kategoriyalari bor, siz suv ichganingizda organizmingiz qabul qiladi. Shunaqa vitamin kategoriyalari bor, siz yog'li mahsulot iste'mol qilganingizda organizm qabul qiladi. Agar yog'da eruvchi vitaminni oddiy suv ichib iste'mol qilsangiz, umuman foydasi bo'lmaydi. Qandoq kirgan bo'lsa shundoq chiqib ketadi.
hozirgi zamonda bitta vitaminni ikkinchi vitamin bilan qo'shmasa ularni usvoyimasi yo'q ekan. Mana misol uchun vitamin D ni K bilan ichish kerak ekan, K bilan. Bu yerda bitta mana shu qo'ziqorinning ichida odamga qancha kerak bo'lsa hammasi bor. O'sha D si ham bor, K si ham, hatto yodi ham bor. Shu hammasi shu yerda bitta jamlangan. O'sha hali siz aytdingiz-ku, hujayralarning energetikasiga nima taqsimlangan deb. O'sha taqsimlangan darajada bor. Men shuni o'rgangan paytim shu narsaga guvoh bo'ldim. Aynan o'sha Ganoderma ekstrakti mahsulotini iste'mol qilganda qo'shimcha vitamin talab qilmaydi organizm. Ya'ni buni tarkibi bir-birini to'ldiradi. Organizm buni qabul qilishi uchun ortiqcha narsa iste'mol qilish kerak emas. Chunki enzimlar ham birga jarayonida biologik faol moddalar bularning hammasi yetarlicha. Ya'ni Alloh albatta bu narsani inson uchun foydali ko'rinishga keltirgan. Eng shifobaxsh giyoh sifatida mana Xitoy ensiklopediyasida shunaqa ensiklopediya bor. Shennon ensiklopediyasi. Bu yerda 365 ta inson salomatligi uchun foydali giyohlar kategoriyasi bor. Buni o'zini ham 3 ga bo'lib qo'ygan. Ya'ni iste'mol qilsa foydali bo'lgan mahsulotlar kategoriyasi 3-kategoriya, 2-kategoriya iste'mol qilsa organizmni sog'ligini yaxshilaydigan, ya'ni sog'lik uchun o'rtacha foydali bo'lgan mahsulotlar kategoriyasi va birinchi oliy o'rinda, eng yetakchi o'rinda iste'mol qilinadigan mahsulotlar bular profilaktika maqsaddan tashqari iste'mol qilganda terapevtik xususiyatini beradigan foydali mahsulotlar kategoriyasi. Shu yerda aytib o'tishim kerak, jinshinni hamma biladi, ko'pchilik bilishadi. Jinshin eng foydali giyoh sifatida tanilgan. Buni o'zimizning xalqimiz ham yaxshi tushunishadi, iste'mol qilishadi jinshinni. Meni o'zim ham juda ham ko'p jinshin iste'mol qilgan insonlarda o'zi olgan foydali xususiyatlarni eshitganman, hozirgacha ham guvohi bo'lganman. Lekin men o'ylardim, mana shu jinshinni mana shu nimada ro'yxatda birinchi o'rinda bo'lsa kerak deb. Lekin unaqa emas ekan. Birinchi 10 talikda hammasida shifobaxsh qo'ziqorinlar turibdi. Jinshin 12-chi o'rinda. Birinchi 10 talikda shifobaxsh qo'ziqorinlar. Bu birinchi o'rinda, oliy o'rinda Ganoderma lucidum, reishi qo'ziqorini, undan keyin cordyceps qo'ziqorini, ana undan keyin shiitake, pitake, oyster, champinyon kabi boshqa shifobaxsh qo'ziqorinlar. Ya'ni o'sha eng foydali giyohlar ro'yxatining birinchi o'ntaligida shifobaxsh qo'ziqorinlar turibdi. Ganoderma lucidumni ularni ham ilg'ori bo'lishiga asosiy sababi buni birinchi navbatda asrlar mobaynida moslashuvchanligi deb ayta olaman. Ya'ni nobud bo'lmasdan, qirilib ketmasdan asrlar sinovidan o'tib, masalan 2000 yillik tarixga ega deb oladigan bo'lsak, 2000 yildan ham o'zi ba'zi bir manbalarda ko'p deb keladi. Ganodermani iste'molga kirgan tarixi shu 2000 yil mobaynida yo'q bo'lmasdan o'zini turini saqlab kelyapti. Ya'ni bu har qanday iqlim o'zgarishlarga moslashuvchan. Agar buni iste'mol qilgan odamda nima yuz beradi? Buni iste'mol qilgan organizmda har qanday kasallikka moslashuvchanlik xususiyati paydo bo'ladi. Ya'ni organizmni o'zini o'sha kasallikka mos ravishda programmalashtirishga yordam beradi. Ya'ni qayta sozlashga yordam beradi. Endi sizning immunitetingiz ba'zi bir kasalliklarda immunitetni ko'tarilgani foyda bo'lsa, ba'zi bir kasalliklarda immunitetni pastroq bo'lgani foyda. Ko'tarilib ketishi xavfli hisoblanadi. Ya'ni o'sha autoimmun kasalliklar bunga misol bo'ladi. Ganoderma lucidum immunitetni muvozanatga keltirishi bu tahsinga sazovor hisoblanadi. Ya'ni buni ilmiy asoslangan bu ma'lumotlar, buni tan olishimiz kerak. Shifokor sifatida ba'zi bir holatda buni inkor qilish holatlari ham bo'ladi, lekin kerakli manbalardan tanishib chiqadigan bo'lsak, eng kuchli immunomodulyator, eng kuchli immunitetni muvozanatga keltiruvchi giyoh sifatida qayd qilinadi. Adabiyotlarda bekorga adaptogenlar qiroli deyilmagan. Bu haqda aynan sizga o'xshab, mana shu 10 yil avval jinshin birinchi o'rinda tursa kerak deb o'yladim haqiqatdan ham. Chunki odam giyoh deyiladi, jinshin odamchaga o'xshab qo'lchasi, oyoqchasi bo'ladi ildizi. Keyin shu manbalardan qiziqib, shu mahsulot haqida ma'lumot berganda qiziqib 12-o'rinda desa, o'zim hayratlanganman. Nahot qayta 2-3 ta ma'lumotlarni qidirganman, inglizcha, ruscha saytlardan. Nahot jinshin 12-o'ringa tushib qoladi
bo'ladi deb menga ham qiziq bo'lgan. Hozir shu voqea esimga tushdi. 10 yil bo'ldi endi bu ma'lumot eshitganimga. Haqiqatdan ham buni ichida shunaqaki, chunki zamburug'lar olami nafaqat o'simliklarga ham kirmaydi ular, hayvonlarga ham kirmaydi ular. Alohida zamburug'lar degan olam o'rganiladi. Zamburug'lar olami deb o'sha biologiyada ham o'rganiladi. Chunki ularni o'sishi o'simlikka o'xshaydi, ovqatlanishi hayvonlarga o'xshaydi. Ular tayyor organik moddalar hisobiga ovqatlanadi. Ularni mana bu hasharotlarda tashqi skelet bor, xitin va juda ham xitinga boy. Shuning uchun tez tiklovchi hisoblanadi. Oddiy mana gelimizda ham aslida zubная pasta, lekin jarohatda juda tez natija olamiz. Kuyganda, kesilganda, boshqada aytdim. Shuning uchun doim bu zubная pasta, lekin mana shunaqa xususiyati bor deb aytishdan charchamaymiz. 10 yildan beri haqiqatan ham mo'jizaviy mahsulotlar, chunki tarkibi juda ham boshqacha. To'g'ri. Bu yerda mana doktorimiz Shodiyor aka Dultayev aytib berishlari mumkin kuzatuvchilarga yana ham aniqlik kiritish uchun, ya'ni Gano Exil korporatsiyasini O'zbekistonda qaysi mahsulotlari hozirda iste'molga mavjud. Umumiy qilib aytganda, ya'ni kategoriyaga bo'lib aytadigan bo'lsak, qanaqa holatda ta'riflash mumkin mahsulotlarni? Shu haqida batafsil tushuntirib bersalar. Yaxshi, umuman O'zbekistondagi Gano mahsulotlarni 3 ta guruhga bo'lishsak bo'ladi. Birinchisi bu terapevtik mahsulotlar, aynan ilmiy ish qilingan gold seriya mahsulotlari, Reishi, Xerium, Cordigoldlar, ya'ni ma'lum bir muammolarda o'zi davolash effektini ko'rsatadigan mahsulotlar hisoblanadi. Ikkinchisi adjuvant, ya'ni qo'shimcha mahsulotlar deyiladi. Adjuvant qo'shimcha mahsulotlar bular ma'lum bir muammolarda asosiy terapiya bor, lekin unga bu yordam sifatida ketadi. Misol uchun Sakano, Garsino, Rayal preparatlar. Aynan endokrin muammolarda Sakana juda yaxshi yordam sifatida ishlab beradi. Gormonal fonni to'g'irlashga yoki aytaylik regeneratsiya kerak bo'lgan holatlar bor. Ya'ni oshqozon yara kasalligi, bo'g'im kasalliklar, ya'ni jarohatlanish bilan ko'proq kechadigan kasalliklar bor. O'sha paytlarda misol uchun Rayal juda yaxshi regeneratsiyani tiklab berishga yordam sifatida ketadi, adjuvant terapiya sifatida. Yoki Garsino. Hozir hech kim siramiz, oshqozonchilik sistemasi muammolari juda ko'p. Aytiladi 70% immunitet ichaging bilan bog'liq. Ichaging sening quvvating deydi. Shuning uchun ichak muammolarini to'g'irlaydigan, ya'ni ovqat hazm qilish sistemasiga Garsino. Ya'ni bu mahsulotlar adjuvant qo'shimcha sifatida qo'llaniladi. Va uchinchisi, har kun mana hozir biz ichib turgan o'sha kofelarimiz, funksional ozuqalar. Bu bizning ratsionimizda bo'lsa, demak har kun biz hujayramizga nimadir berdik. Va hujayramizda nimadir ortiqcha narsa hosil bo'lsa, uni biz olib chiqib tashladik. Ya'ni kunlik bizga bir kunlik 24 soatlik quvvatni berdik. Aynan shuning uchun mana bu holat bo'yicha bu uchala gruppa mahsulotlar O'zbekistonda mavjud. Demak, shu mahsulotlarni albatta jiddiy holatda bo'lsa, albatta Ganoning maxsus shifokorlari yoki Gano Medicus klinikasi shifokorlari bilan maslahatlashishni tavsiya qilamiz. Tekshiruvdan o'tgan holatda, aytganingizdek, check-up qilgan holatda hammasini vaziyatni baholab, lekin kofelar uchun o'zini ratsioniga kiritsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki hozir 21-asrdagi eng muammo yallig'lanishmi? Demak, unga qarshi kurashishimiz va o'shanga qarshi tura oladigan immunitetni shakllantirishimiz o'ta muhim hisoblanadi. Shuning uchun ham yallig'lanish muammosini to'g'rilaydigan bir narsa bu ham bo'lsa immunitet. Demak, shuning uchun immunomodulyator preparatlar bo'lib ham ganoderma asosidagi narsani berish maqsadga muvofiq. Bekorga Alloh buni organlarga o'xshatib yaratmagan. Har bir narsada hikmat bor, xislat bor. Demak, shu organlarga o'xshatib yaratdimi? Siz bilan bizni tanamiz uchun eng kerak bo'lgan mahsulot sifatida bu narsani hayotimizga tatbiq etishimiz kerak. O'shanda hech qanaqa virus ham bizga hujum qila olmaydi, chunki organizmimiz o'sha narsadan himoyalana oladi. Chunki baribir viruslar bo'ladi har doim. Undan butunlay qutulib bo'lmaydi, lekin organizmimizni o'shandan himoyalashga tayyorlashimiz kerak. Moslashtirishimiz kerak. Endi hozir mana bu platforma sharoitida, info platforma sharoitida hozir biza Gano Shifo, mana Dilfuzaxon Mahmurova yallig'lanishsiz ozish to'g'risida loyiha yaratyaptilar. Shu loyiha to'g'risida ikki og'izga nima bering, ma'lumot. Tug'ilmadi, masalan 10 yildan beri shu faoliyat ichida bo'lsam, 10 yilda juda ko'p insonlarning hayotini o'zgartirishga Alloh sababchi qildi bizani, meni va buni ustida tinimsiz izlanishimga sabab bo'ldi. Bitta narsa, biza semizlik bilan kurashmadik shu vaqtgacha. Biza faqat yallig'lanish bilan, kasallik, surunkali kasallik bilan kurashdik, lekin davolanish davomida insonlar o'z xohlagan chiroyli qomatga keldi.
keldi. Hammasini oxirida shu bilan tugadi. Nafaqat kasallikdan xalos bo'ladi, kayfiyati ko'tariladi, davleniyadan, juda ko'p mana bepushtliklardan natija olganlar, hali kecha suyunchi olyapti, hali unday. Biz sababchi insonlar dedim, lekin hammasida oxirida shu 2-3 oy davomida vazn degan muammo bilan ishlamasangiz ham mahsulot yallig'lanishni kamaytirish hisobiga, o'shaki nogiron hujayralarni kamaytirish hisobiga organizmda vazn muammosi ham yechilyapti. Aslida boshqa dard bilan kelyapti insonlar va shuni o'ylab asosda natijalarni ko'rib, hozir global masala xuddi aslida kasallik emas, boya aytdim, bu xuddi epidemiyadek toshib ketyapti vazn muammosi. Ne to'g'ri yosh kattalarda ham, maktab o'quvchilarida ham bu muammo bo'lgani uchun yallig'lanishsiz ozish akademiyasi tashkil qilindi va o'ylayman bu akademiya orqali biz juda ko'p insonlar xonadonga kirib boramiz va chunki asosiy sababi yo'qotmasangiz, ildiz bilan ishlamasangiz, uni tepa fundamentni mustahkam qilsak, chiroyli dizayn uzoq xizmat qiladi. Hatto chiroyli dizayn bilan nol fundament bilan buni ishlab bo'lmaydi deb o'ylayman. O'zimiz arxitektor bo'lishimiz kerak. Ichimizdagi me'morni uyg'otishimiz kerak va boshqalarga ham o'sha o'zini ichidagi me'morni uyg'otishga va hayotdan zavqlanishni yuqtirishimiz kerak. Bizning asosiy maqsadimiz va bizni birlashtirgan shu yagona ezgu niyat ham ana shu. Men o'ylaymanki, bugungi suhbatimiz tinglovchilarimizga yoqdi degan umiddaman va yana ularni qaysidir masalalar, savollar qiziqtiradigan bo'lsa, biz sizdan doim savollar kutib qolamiz. Agar siz ushbu podkastni ko'rayotgan bo'lsangiz, siz Gano Excel korporatsiyasini eng yaxshi kofesini yutib olish imkoniyatiga egasiz. Sababi podkastimizni ko'rib, podkast ichidagi ma'lumotlarni eshitib, eng yaxshi savol egasi bo'lgan 10 kishiga bizni maxsus sovg'amiz bor. Bu eng yaxshi Suprema kofemizni sovg'a qilamiz. Agar Toshkentda bo'lsa ofisimizga kelishlari mumkin, viloyatdan bo'lsa dastavka qilib berib yetkazib beramiz. Savol egasi eng yaxshi savol berish bilan bir qatorda bergan savoli eng ko'p like yig'ish kerak bo'ladi. Shu orqali random programmasida biz aniqlab olamiz. Videoni albatta yaqinlaringizga ulashib qo'ying. Bugungi aytgan yutuqlarimiz, muvaffaqiyatlar nafaqat Gano Excel'ning yutuqlari, bu shifokorlar uchun yangi bilim, olimlar uchun esa tadqiqot markazi, insonlar uchun esa salomatlik yo'li hisoblanadi. Aziz tinglovchi, bugun Gano Excel, Malayziya UCM, Guangzhou tibbiyot universiteti, O'zbekiston olimlari o'rtasidagi yirik ilmiy hamkorlik haqidagi manzarani qisqagina ochib berdik. Lekin buni orqasida juda katta mehnat, shijoat va sabr turibdi. O'ylaymanki, bu ma'lumotlar siz uchun hayotingizni o'zgartirish va baxtli kelajak uchun yaxshigina asos bo'ladi. Keyingi podkastlarda ko'rishguncha, xayr. Ehtiyot qiling, sog' bo'ling. 26-yil har bir xonadonga baxt, saodat, to'kinlik, yurtimizga tinchlik, xotirjamlik tilayman. Har bitta xonadonda Gano mahsulotlari bilan uzoq va zavqli hayotni ko'rishingizni yaratgandan so'rayman. Rahmat. 26-yilga o'xshab, shu ot yili bo'lsa, otdek bo'lib yurishinglarni so'rab qolamiz. Kelayotgan 2026-yil hamma xonadoniga tinchlik, xotirjamlik, oilaviy mustahkamlik olib kirsin. 2025-yilda qo'ygan maqsadlarning qaysi biri erishilmay qolgan bo'lsa, 2026-yilga erishishini tilakdoshiman. Albatta sog'ligingizga befarq bo'lmasdan yaqinlaringiz bilan birga Gano mahsulotlarini iste'mol qilib, shifobaxsh xususiyatini o'z tanangizga his qilishingizni so'rab qolaman. Salomatlik tuman boylik, salomatlik bilan butun dunyo go'zal ko'rinadi. Albatta sog'lom inson bu zamon talabi. Shuning uchun albatta salomatligingizni 2026-yilda yaxshilab olishni, yechilmagan kasalliklar, yechilmagan muammolaringiz bo'lsa, ularni bartaraf qilishni birinchi o'ringa qo'ygan holatda 26-yilda salomatlik yili deb o'zingizga belgilab olishingizni tilakdoshman va albatta sog'lom oilada xotirjamlik va albatta farovonlik ham o'zidan o'zi shakllanadi. Albatta salomatlik yili bo'lishi uchun tilakdoshman. Biz sizni kutamiz.